Diqqat, tezkor xabar. Navoiyda portlash yuz berdi. Assalomu alaykum kanalim obunachilari, videoni oxirigacha kuzatib boring, layk bosib obuna bo'lishni unutmang. Navoiydagi portlashda bir kishi halok bo'ldi. Yana 11 kishi turli jarohatlar olgan. Holat yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Navoiydagi portlash sabab bir kishi halok bo'ldi, 11 kishi jabrlandi. 11-mart kuni Navoiy viloyati Navoiy shahar Navoiy ko'chasida joylashgan Navoiy Azot AJning 25-sexi laboratoriyasida gaz-havo aralashmasining chaqnashi hodisasi ro'y bergan. Chaqnash natijasida yong'in kelib chiqqan. Yong'in qutqaruv ekipajlari tomonidan hodisa qurshab olinib, batamom o'chirildi. Chaqnash oqibatida bir nafar fuqaro halok bo'lgan va 11 nafar fuqaro tan jarohati olgan. Hozirda jabrlanganlarga malakali tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Xayr, salomat bo'ling.